Assalomu alaykum hammaga. İşlerimiz davom etadi. E'tibor berasizlar. Oldiga qoqqan tikka straplimiz uzunligi 255 oldu. O'rtasiga qoqayotgan straplimiz 3 metrdan bo'ldi. İşlerimiz jadallik bilan ketyapti. Arkalarimiz nihoyatda chiroyli urildi mana. Eni 1.20 bo'ldi. 40 cm to'g'ri joyi bilan 20 cm sismani tagiga qo'shib qo'ydik. Shunda bo'yi 1.20 bo'yi bo'ldi. Nihoyatda chiroyli urildi mana. İşlerimiz jadallik bilan ketyapti. Kuzatib boringlar bizni. Assalomu alaykum hammaga. İşlerimiz davom etadi. E'tibor berasizlar. Oldiga qoqqan tikka straplimiz uzunligi 255 oldu. O'rtasiga qoqayotgan straplimiz 3 metrdan bo'ldi. İşlerimiz jadallik bilan ketyapti. Arkalarimiz nihoyatda chiroyli urildi mana. Eni 1.20 bo'ldi. 40 cm to'g'ri joyi bilan 20 cm sismani tagiga qo'shib qo'ydik. Shunda bo'yi 1.20 bo'yi bo'ldi. Nihoyatda chiroyli urildi mana. İşlerimiz jadallik bilan ketyapti. Kuzatib boringlar bizni.